Eko orqali tug'ilgan bolaning qon guruhi kimnikiga o'xshaydi? Ko'pchilik o'ylaydi, eko orqali tug'ilgan bolaning qon guruhi boshqacha bo'ladi. Eko orqali tug'ilgan bolajonlarning qon guruhlari tabiiy tug'ilgan bolalarning qon guruhi bilan bir xil bo'ladi. Chunki bilasiz, eko programmada faqatgina urug'lanish tashqarida amalga oshiriladi. Genlarning demak o'zgarishsiz, albatta bu to'g'ridan to'g'ri ota-onadan bolaga genlar orqali ma'lumot beriladi. Ya'ni tabiiy homiladorlikda demak ota-onaning genlari meros qilib olingan sari qon guruhi bir xil bo'lsa, eko jarayonida ham xuddi shunday, ya'ni tabiiy homiladorlikdan farq qilmaydi. Chunki genlarning ma'lumoti to'g'ridan to'g'ri ota-onanikidan olinadi. Boshqachasiga bo'lishi mumkin emas aslo. O'zingizga ma'lum, tabiiy yo'l bilan tug'ilgan bolajonlarda ham qon guruhlarini demak o'xshashligi ota-onanikidan farq qilishligi mumkin. Eko jarayonida ham dunyoga kelgan bolajonlarning qon guruhlari xuddi shunday tarzda bo'lishi mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta saqlab qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.